qirg'izistonlik mijozlarimiz aloqaga chiqib, 6 sotuv yerimiz bor, o'shda joylashgan 2 qavatli uy loyihasini chizish kerak. Shunaqa chizish kerakki, kelajakda o'sha uyga noturar binoga ham aylantirib yubora olishimiz kerak, ya'ni magazinlarga arendaga berib qo'yishimiz kerak. Sababi yonimizda Osh City qurilyapti deb aytishdi. Bo'ldi siz beramiz deb proyekt narxini hisoblab etdik. Narximiz ma'qul kelgandan keyin bitta kunni belgilab yo'lga chiqdik. Ertalab chegaraga yetib borib, mijozimiz bilan ko'rishdik. Mijozimiz uylariga olib borib mehmon qilishdi. Keyin joylarni ko'rsatishdi, joyligini o'lchab, qoqishligini, istaklarini o'rganib, quyosh qatdan chiqadi, qibla qaysi tomonda bo'ladi, Osh City o'shalarni aniqlashtirib, keyin Qirg'izistonda qurilayotgan ikkita obyektimizni ko'rishga yo'lga chiqdik. Bizga ham borib oldi, ancha nol etabiga chiqib olishibdi. Ustalarning savoli bor ekan, ustalarning savoliga javob berib, proyekt asosida qurilyaptimi yo'qmi o'shani yaxshilab tekshirib chiqdik. Ozgina kamchiliklar bor ekan, o'shalarni aytib o'tdik. Keyingi obyektimizga yo'l oldik. Obyektimizga ham kelib oldi, ancha ko'tarilib tom etablariga kelibdi. Ustalarning savoli bor ekan, savollariga javob berib, tushuntirib berdik. Mijozimizga chizgan loyihamiz juda ma'qul kelganida o'zlarining samimiy fikrlarini biz haqimizda aytib o'tdilar. Aka, ishimiz ma'qul keldimi sizga? Qani yoqdimi? Ko'ngildagidek chiqdi. Inshaalloh. Uy egalariga ham ishingiz ma'qul keldi, xudo xolasa. Shunga o'xshagan xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar, xudo xolasa. Qirg'izistonda ishimiz bitgandan keyin Toshkentga yo'l oldik. Toshkentga borib proyektni chizamiz, zamonaviy qilib mijozlarimizga ko'rsatamiz. Xudo xolasa kuzatib turinglar. Bunaqa loyihalarimiz ko'p, tez qo'yib turamiz. Sog' bo'linglar.